Assalomu alaykum. Evos restoraniga xush kelibsiz. Oyi, kassadagi qiz, xudo xolasa sizga aniq yoqadi. Tarbiyali, farosatli bo'lsa, ertaga yo'lovchilikka boraman. Bo'ldi, bitta ko'rib chiqay. Ay, Buxoro kassaga qarab turing. Voy, buni qanaqa qilib ishlatadi? Keling, xola. Va alaykum assalom. Hozir bizda aksiya ketyapti. Lavash time combo. Ichida mini lavash tovuqli, kartoshka frit, sous, 03 Pepsi. Atiga 35 mingga. Ismi? Men xos kelaman. Qalay, ona? He, topdan qiling qursin xopmi. Mendan 2 yoshgina kichkina-ku qaqqalamassan. Ekskursiya qursin seni. Oyi, voqma qilmang. Oyim vaqma quradi o'zi. Men hozir o'zim kirib ish chiqaman. Qoch. Sadoqat, bir minut qarab turing, iltimos. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tinchlikmi? Ha, homilador edim. Yaqinda tug'aman o'shancha. Yo'q. Ha, bunisi qiz kutmoqmiz. Birinchisi o'g'il. Ah, nima yeysiz, nima zakaz qilasiz? Men hozir kelaman. Qalay, ada? Iplos, o'g'ling ishga ketdim deb ish qilib yurganini bilasanmi? Ha? Yo'q, nima qilib ekan? Yuran tetaman. Osh bo'lsa, yana kelib turing. Voy, tillaringizga shakar. O'zim kelin qilaman shekilli sizda. Rahmat. Allo? Jonim, oyimga nima deding? Yaxshi kuzatib o'zim kelin qilaman dedilar. Basharang qursin, yatsiz. Unaqaga o'xshamayapti-yu.